Jamoaning o'sishi va ilhomlantiruvchi mehnat natijalari. Siberian Wellness kompaniyasi aynan shunday tarzda yubiley yilini boshladi. 29-biznes yilida kompaniyaning tovar aylanmasi 17% ga oshdi. O'sish bo'yicha liderlar Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Mo'g'uliston, Bosniya va Gersegovina, Polsha bo'ldi. Yana bir milliy jamoa Siberian Wellness bilan biznesining 15 yilligini nishonladi. Jamoamizda 5300 dan ortiq yangi malakalar mavjud. 42 ta brend maslahatchi Siberian Wellness bilan karyerasida top darajalarga erishdi. Ulardan 2 tasi bir yilda 2 tadan top darajani yopdi. 14 nafar yangi Platinum Business Leaders'ni tabriklaymiz. Yettita yangi Diamond Business Leaders yutuqlari bilan faxrlanamiz. Va yangi Global Business Leaders muvaffaqiyatidan hayratdamiz. 127 ta offline uchrashuv va 120 ta online tadbir 10 minglab Siberian Wellness tadbirkorlariga o'z bizneslarini samarali va texnologik rivojlantirish uchun tajriba almashish imkoniyatini berdi. Belgrad va Sankt-Peterburgdagi yorqin va keng ko'lamli Siberian Wellness tadbirlari event sanoat mutaxassislari tomonidan e'tirof etildi. Kompaniya 2025-yil fevral oyida Moskvada bo'lib o'tgan Best Experience Marketing Awards xalqaro festivalida e'tirofga sazovor bo'ldi. 29-biznes yilida 46 mingdan ortiq brend maslahatchilar 10 ta tilda 140 dan ortiq kurslar orqali yangi ekspertlik darajasiga ko'tarildi. Siberian Wellness ishlab chiqarish majmualariga tashriflar yangi professional darajaga erishgan 300 dan ortiq brend maslahatchilarga ilhom bag'ishladi. Sapphire Business Leader va undan yuqori darajaga erishganlar uchun kompaniyamizdagi istiqbolli yo'nalishlar Namagratek ishlab chiqarish kompleksi qanday rivojlanayotganini va Namanganning gullab yashnayotgan bog'larini shaxsan ko'rish imkoniyati ochildi. Top liderlarni Tailand jamladi. U yerda ular tajriba almashish va Top Leaders Summit doirasida biznes bo'yicha qimmatli insightlarni olish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Quyoshli Gretsiya esa Global Weekend ishtirokchilarini va ayniqsa Siberian Wellness Olimpiya qarorgohida hashamatli uylarni topshirish marosimi qahramonlarini qarshi oldi. Biz Siberian Wellness sayohat dasturi bilan dunyoni kashf etishda davom etamiz. The Reward Trip program 4000 dan ortiq ishtirokchiga eng chiroyli joylarga sayohat qilish imkoniyatini taqdim etdi. Dastur davomida dunyoning 40 dan ortiq mamlakati kompaniyaning brend maslahatchilarini kutib oldi. Bu yil esa g'oliblar Tailandga uchishadi. Minglab brend maslahatchilarini o'z biznesini rivojlantirishga ilhomlantiradigan dastur avtoloyiha haqiqiy hit bo'lib qolmoqda. 13 yil davomida ushbu dastur ishtirokchilariga deyarli $8 million to'landi. Kompaniyamizning ishlab chiqarish komplekslari Rossiya, O'zbekiston, Serbiya va San Marinoda faoliyat yuritmoqda. 29-biznes yilida Siberian Wellness konveyerlaridan faqat biologik faol qo'shimcha toifasidagi 32 milliondan ortiq qadoq mahsulot, shuningdek, ko'plab parfyumeriya, kosmetika va oziq-ovqat mahsulotlari chiqdi. 29-biznes yilida Siberian Wellness innovatsion yechimlari ro'yxati mutlaq yangiliklar va mashhur mahsulotlarning yangi versiyalari bilan to'ldirildi. Ulardan 5 tasi sotuvlarimizning topiga chiqdi. Siberian Wellnessning haqiqiy hitlari ham mashhurlikning sezilarli o'sishini ko'rsatmoqda. Ekspert va sport assortimentiga bo'lgan talab 2 baravar oshdi. 29-biznes yilida bolalar liniyasi, probiotiklar va parfyumeriya trendda.
Butun jamoamizning ish ko'lami va sifatini iste'molchilar ham, ekspertlar ham 15 dan ortiq tanlov doirasida munosib baholadilar. Mukofotlarga Siberian Wellnessning hitlari va yangiliklari sazovor bo'ldi. Biz Vyetnamda ketma-ket 3 yil reytingda birinchi o'rinni egallagan mahsulotlar uchun Oltin kubok sohibiga aylandik. Qozog'istonda Siberian Wellness mahsulotlari El Kazakhstan Beauty Awards mukofotiga sazovor bo'ldi. Kompaniya O'zbekistonda yilning eng yaxshi brendi deb topildi. Ona tabiatni asrab-avaylashga qo'shgan hissamizning e'tirof etilishi alohida g'urur uyg'otadi. Siberian Wellness Green Awards va Rossiyaning eng yaxshi ESG loyihalari mukofotlarini qo'lga kiritdi. Atrofingizdagi olam Siberian Wellness jamg'armasi kompaniya va brend maslahatchilari ko'magida keng ko'lamli yashil loyihalarni qo'llab-quvvatlashni davom ettirmoqda. Umumiy sa'y-harakatlar tufayli 29-biznes yilida yana 3 turdagi noyob hayvonlar, bukri kit, ko'k qutb tulkisi va xamar daban bug'usi himoya ostiga olindi. Kompaniyamizning eng yirik eko tashabbusi ham ommalashib bormoqda. 29-biznes yilida 100 ga o'rmon iqlim loyihasi doirasida haqiqiy xalqaro Siberian Wellness o'rmoni paydo bo'ldi. Qozog'iston, O'zbekiston, Ozarbayjon, Gretsiya, Rossiya, Belarus va Tojikistonda 500 milliondan ortiq daraxt ekildi. Jamoamizning har bir a'zosi haqiqiy eko mas'uliyatni yodda tutadi. Kompaniya atrof muhitga ta'sirini kamaytiradi va shaxsiy eko faollikni rag'batlantiradi. Biz sayyoramiz ekologiyasi haqidagi bilimlarimizni imkon qadar ko'proq befarq bo'lmagan odamlar bilan baham ko'rishga intilamiz. Birgalikda biz kuchliroq va yaxshiroq bo'lamiz. Hayotda va biznesda. Shu sababli yildan yilga bizning wellness hamjamiyatimizda muvaffaqiyatli odamlar ko'payib bormoqda. Iste'dodlarga, tabiatga, unumdor yerga, ishlab chiqarish komplekslari tarmog'iga sarmoya kiritib, biz kelajagimizni bunyod etamiz. Har bir inson cho'qqiga chiqishi mumkin bo'lgan kelajak Siberian Wellness bilan birga